Bu xabar bermasdan to'satdan kelib qoldinglar. Tinchlikmi? Ha, bugun xudo xolasa to'ylar bo'lganiga 50 yil bo'libdi. O'shanga sizlarni bir ko'rib ketaylik keluvdik. Oling. Rahmat bolam, rahmat. Yana bitta tabriklasangiz bo'ladi. Ha? Qizingiz ishga kirgan edi. Birinchi oyligini oldi. Ana Sizga olib keldik. Qizim, ishga kirdingmi? Ha, ishga kirdim. Voy, tabriklayman bolam, tabriklayman. Rahmat. Bu pulni keragi yo'q-ku bolam. Yo'q. Hammadan ko'ra siz haqlisiz. Bu pulni oling. Qizingizga shunaqa chiroyli tarbiya berganingizga sizga ming rahmat. Rahmat. Rahmat qizim. Onamlar bilan sizga yana bitta sovg'amiz bor. Ha? Yana qanaqa sovg'a? Anchadan Alijonim, o'zim telefon qilaman senga. Manam seni yaxshi ko'raman. Zebi, Labbay dadasi, assalomu alaykum. Keldingizmi? Charchamasdan keldingizmi? buncha millaysan, tez-tez ovqatingni olib kelmaysanmi? Qornim och. Sen boshqa ovqat qo'yishni bilasanmi? Uyda bor ro'zg'ordan ovqat qildim. Bahonang tayyor-a? Menga qara. Sen ayolmisan o'zi? Na bir latofat bor, na bir muomala bor, na bir chiroy bor. Jonimga tegding. Qachongacha meni qiynaysan? Yo'qmaysan menga, yo'qmaysan. Sendan ko'ra ko'chadalar 1000 marta yaxshi. Tur yo'qol. Qaytib bu yerda seni ko'rmayman. Mendan nima xohlaysiz dadasi? 10 yildan beri janjal qilib charchamadingizmi? Qaysi xislatim sizga yoqadi o'zi? Seni tiling chiqib qoptimi? Bir qishloqda Ahmad amaki va uning oilasi yashar edi. Ahmad amakining eshagi, iti va xo'rozi bor edi. Xo'roz saharga uyg'otar, eshak suv tashir, it esa qo'riqlardi. Kunlardan bir kuni tulki xo'rozni yeb ketdi. Oilasi xafa bo'lganda Ahmad amaki shoyat bunda bir yaxshilik bo'lsa dedi. Keyin bo'ri eshakni o'ldirdi. U yana shoyat bunda bir yaxshilik bo'lsa dedi. Keyin it ham o'ldi. U yana shoyat bunda bir yaxshilik bo'lsa dedi. Bir kuni ertalab tursalar, atrofdagi barcha qo'shnilarni dushman asir qilib olib ketgan ekan. Dushmanlar odamlarni uylaridagi hayvonlarning ovozidan, xo'roz qichqirig'i, eshak hangrashi va it xurshidan topib olishgan edi. Ularning uyida esa hech qanday tovush chiqaradigan hayvon qolmaganligi uchun ular omon qolishdi. Ba'zi